Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz safar to'g'risida bo'lib ketdi. Ko'pchilik bilan safarga chiqdik-ku. Oshxonaga kirganda hadeb "Mana bu nech pul, mana ovqating nech pul, qancha bo'ladi mana salating bilan" deb so'rayverdim. Har safarda so'radim. Ba'zilarning ko'ngillariga tekkan bo'ldi. Bir martasida so'ramadim. Kalkulyator 750 dedi. 750 o'zini so'miga desak, o'zini puliga desak, yo dollarga. Qanaqadir aniga bistro, tez bir zumdadaqa joy. Kofe, yana shu shirinliklar yegan bo'ldi, ko'p narsa yeyilmadi. Zo'rg'a ko'ndirib $250 to'ladik. Bu deganim yegan ovqatimizni, ishlatgan odamimizni pulini oldindan bilib qo'yganimiz yaxshi bo'ladi. O'zimda bo'ldi, bir marta usta ishlatdim, bir marta narxini so'ramadim. 1 soatmi, 2 soat ishladilar. Bir qancha pul aytdilar-da. Shunga endi oldindan kelishib, chiroyli yegan narsamizni, ishlatadigan odamimizni qancha narsa oladi, nech pul oladi, oldindan bilsak, bizga yangilik bo'lmaydi. Haligi tortishish, boshqalardan xoli bo'lamiz. Shunaqa.